Suvarchilarda ham eplab bo'lmayapti. Ikkita temirni bir-biriga ulasa pul paydo bo'lyapti. Aka oyga qancha topasiz desangiz, ha qora qozon qaynab turibdi deyshadi-yu, lekin hamma pul shularda. Ular bilintirmaydi ekanda. Ishga Jigulida kelishadi, uyda kamida Cobalt turar ekan. Ba'zi bir bolalar qora ochkini qizlarga yoqqani taqisa, suvarchilar oila boqqani taqishadi. Eng muhimi halol ishlab soqqani qilishyapti. O'zimiz yurtimizda, musofir yurtlarda mehnat qilishyapti. Ammo temirni qo'lga o'rgatib olibsizlar. Oddiy metaldan panjara, tom, nimada soqqa bo'lsa qilyapsizlar. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bitta akani nomerini, profilini qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Suvarchi akalar, soqqani uringlar.